Boshlaymiz. Boshlandi. Chiqyapti. Tushyapti. Bu spalniy holati. Hozirda boliqchalar. Mana yo'qni ko'rsatib qo'ydik. Bu taraf mana sondiq olaman, boshqa olaman deyapmizlar. Bemalol kurtka bu narsalar kirib ketaveradi. Bu spalniy holati akalar. Endi buni cho'zilibroq o'tiradigan holati ham bor. Bunisini o'zi qaytyapti. O'zi qaytyapti. Bu qaytyapti. Uzunroq holati ham, udobli, uzunroq, yotibroq o'tiraman deganlarga. Buni qaytaramiz. Buni qaytarib, kichkintoyini qaytaramiz. Qaytaramiz. Keyin solamiz. O'tiradigan foto. Bemalol. Endi yana bitta plyusi. Bizlarda plyus ko'p. Buni qaytaramiz. Olasalarni turaveradi, yonboshidan olasalarni tashlab qo'yasiz. Bo'lyapti. Bemalol 3 kishi, 6 kishi haliga bitta kontaktlarni qo'yib, bemalol chiroyli. Qudalar kelganda ham o'tiradigan xuddi tashlab qo'yganmiz. Ketyapti yana. Sizga qaytarib qo'yadi. Hech qiyin joyi yo'q. Qaverda ko'rsatib qo'yamiz. Tormozlar bor. Tormozlarni qisib qo'ysak, bu yoqlar shaqasi ketmaydi. Bemalol kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana shu holatda mana. Materiallarga gap yo'q, xudo xolasa. Sasni yog'ochlaridan terak ishlatilmagan. Aytlar metal, xudo xolasa. Taglarida metallari bor. Mo'yshi asosiy material, mo'yshi materiallar bo'lgan. Ularga ishlovlarni berib qo'yganmiz.